haqiqatan davlatimizga ming rahmat. Bizga shunchalik g'amxo'rlik qilib, mana shu bizni ehtiyot qilib, texnologiyani biz ofatlardan saqlash uchun renovatsiya chiqarganiga biz rahmat deymiz. Biz uylarimiz renovatsiyaga tushdik. Biz nimaga xursand bo'ldik? Qo'qonda birinchi renovatsiyaga tushgan uylar bizniki bo'lar ekan. Biz nihoyatda xursand bo'ldik. Uylarimizni mana qayta qurib berishga hammamiz bir ovozdan qo'ni-qo'shnilar bilan biz rozi bo'ldik. 47 ta aholi bir boshdan hammamiz rozi bo'ldik. Bizga ma'qul. Biz mana shu ishni davom ettirishlarini xohlaymiz. Biz yer qimirlashlaridan, yomg'irlardan, dovullardan, shamollardan qo'rqardik. Shipirlarimiz uchib ketgan kunlar bo'lgan. Men ikkinchi etajda o'tirgan bo'lsam, uylarimdan shovullab, yomg'irlar quyilib ketgan kunlar bo'lgan. Uylarimda olib kelib o'zim yonimdan shaxsan ustalarni olib kelib tuzatgan kunlarim bo'lgan. Umidjon rahbarligida chiroyli, yaxshi so'zlagan, yaxshi yigit ekan. Mana shu yigit boshchiligida hammalariga rahmatlar aytamiz. Renovatsiyaga tushgandan keyin biz o'z xohishimiz bilan uyimizdan chiqib ketganmiz. Haqiqatan uylarimiz eski edi, tomlardan suv o'tar edi, shamolda shipirlarimizdan xavotir olar edik. O'shaning uchun biz o'zimiz o'z xohishimiz bilan shartnoma qilganmiz. Notarialniy bo'lgan bu shartnoma, o'z xohishimiz bilan uyimizni topshirganmiz. Xudo xohlasa Allohga oson, har bitta shu yigitlarning ishlari ham xayrli bo'lsin. Umidjonlarda shu yigitlar dastiga baraka bersin. Men o'z xohishim bilan, mana hech kim majburlagani yo'q. Biz yangi xonadonlarda yashashni xohlaymiz. O'zimiz rozi bo'lib o'z xohishimiz bilan topshirganmiz. Mana qo'limizda shartnomamiz bilan o'zimiz rozi bo'lganmiz. Nimamiz bo'lsa hammasini ko'nglimizga qarab bajarishdi. Bizni norozi qilishgan yo'q. Biz hamma qo'shnilar bir ovozdan hammamiz kelishib rozi bo'lganmiz.